Bugungi videomizda qandli diabeti bor bemorlar uchun qaysi analizlar eng muhimligi haqida gaplashamiz. Nima uchun bu juda ham muhim? Agar to'g'ri nazorat olib borilsa, ko'z, nerv, qon tomiri, yurak, qon tomir kasalliklari, butun ichki organlarga bo'lgan qandli diabetning asorati 80-90% da oldi olinadi. Shuning uchun ham qandli diabetda nazorat va vaqtida qilingan tekshiruvlar juda ham muhim. Qandli diabetda nazorat ikki guruhga bo'linadi. Birinchi nazorat faqat qand uchun. Har kuni bemor och qoringa sahrni ko'rishi kerak va ovqatdan 2 soatdan keyingisini yozib borishi kerak. Shunda bemor kuniga 5-6 marta sahrni o'lchaydi. Buni osonlashtirish uchun doimiy glyukoza monitoringi chiplarni o'rnatish mumkin va kuniga 24 soat mobaynida qand miqdori nechiligini bilib yurish mumkin. Bu nega muhim? Agar qand miqdori nazoratda bo'lsa, asoratlar kam bo'ladi. Va bemorda o'zini kundaligi bo'lishi kerak va shu kundalikka sahr necha yurganini yozib yurishi kerak. Mana shu birinchi guruhni o'ziga glikerlangan gemoglobin analizi ham kirib ketadi. Bu analiz 3 oyda bir qilinadi. Bu bizga nima informatsiya beradi? 3 oy davomida o'rtacha sahri bemorga necha yurganini bildiradi. Agar bemorda bu kompensatsiya holatida bo'lsa, demak ichayotgan dorilari, qilayotgan dietasi, harakati uni sahrni normada ushlab yuribdi. Bu bizga ko'proq informatsiya beradi. Endi ikkinchi guruh tekshiruvlar, ular 3 oyda yoki 6 oyda bir qilinadi, bemorning holatiga qarab. Agar bemorda sahr normaga tushmayotgan bo'lsa, sahr o'ynab yurgan bo'lsa, bu tekshiruvlar 3 oyda bir qilinadi. Agar sahr kompensatsiya holatida bo'lsa, 6 oyda bir qilinadi. Bu analizlarni statsionar sharoitida qilgan ma'qul, negaki bu narsa uchun, diagnostika uchun ko'p vaqt ketadi va boshqa shifokorlarning tekshiruvi ham kerak bo'ladi. Shuning uchun ham 6 oyda bir rejali ravishda yotilganda bemorlarni bu tekshiruvni vrach o'z nazoratiga oladi. Lekin sizlar ham buni bilishingiz kerak. Qandli diabetda muhim 5 ta tekshiruvdan birinchisi bu ko'zlarni tekshiruvi. Bu oftalmolog tomonidan amalga oshiriladi. Ko'z tubini qon tomirlari ko'riladi. Chunki qandli diabetda mayda qon tomirlar aziyat chekadi va ko'zimiz tubidagi qon tomirlar juda ham mayda bo'lgani uchun eng birinchi ular zarar ko'radi. Ikkinchi muhim organimiz bu yurak qon tomir kasalliklarini baholash. Buning uchun biz EKG qilamiz, qon analizlar qildiramiz va lipidni profilni ko'ramiz. EKG bizga yurak ritmini ko'rsatadi. Qon analizlaridan biz yurakka nagruzka qanchalik bo'layotganini bilib olamiz va lipidni profil orqali qondagi yomon yog'larni qanday ahvoldaligini ko'ramiz. Qonda yomon yog'lar oshib ketsa, mayda qon tomirlarda ateroskleroz paydo bo'lishi mumkin, katta qon tomirlarda ham, va shu narsa bemorga organlariga yomon kislorod borishiga sababchi bo'ladi va organlar yomon ishlashni boshlaydi. Shuni oldini olish uchun biz lipidni profilni ko'rishimiz kerak. Agar bunga e'tibor berilmasa, qondagi qand norma bo'lganda ham lipidni profil yomon chiqsa, bemorda infarkt, insult xavfi borligini biz bila olmay qolamiz. Uchinchi tekshirishimiz kerak bo'ladigan organ bu buyrak funksiyasi. Buning uchun mochvena kreatinin, umumiy siydik analizi va siydikdan oqsil chiqyaptimi, yo'qmi, shularni bilishimiz shart. Agar buyrak funksiyasini baholay olmasak, bemor oxir-oqibat dializga tushib qolishi mumkin. To'rtinchi, qandli diabeti bor bemorlarda nerv sistemasini baholashimiz kerak. Nevropatolog konsultatsiyasi yordamida bu ish qilinadi. Oyoqlarga alohida urg'u beriladi, chunki oyoqlar bizni tanamizdan eng uzoqda bo'lgan organ va ulardagi nerv tolalari birinchilardan bo'lib zarar ko'radi va ularda nevropatiya holati paydo bo'lsa, nevropatolog ularni baholab, qanchalik darajada nervlar zarar ko'rganligini ayta oladi. Bu narsani ham statsionar holatda tekshirgan ma'qul, chunki birinchi kelganda misol uchun bemor yotganlarida tekshirganimizda va ketayotgan kuni tekshirganimizda lecheniyadan keyin qanchalik effekt ko'rganini bemor shu orqali ko'ra oladi. Beshinchi, oxirgi tekshiruvimiz bu butun ichki organlarni ultratovush tekshiruvidan o'tkazib qo'yishimiz kerak. Nega? Chunki avtonomniy polineuropatiya belgilarida ichki organlarda alohida ishlar buzilishi mumkin. Ko'p bemorlarda uchramasligi mumkin, lekin istisno tariqasida ayrim bemorlarda qandli diabetda redki случай bo'lib chiqib qoladi. Shuning uchun ham ichki organlarni har safar baholaganimizda biz bemor haqida ko'proq ma'lumot beramiz va shunga qarab davo taktikasini tanlaymiz.
Qandli diabeti bor bemorlar doimiy nazoratda yurishlari kerak. Lekin menga keladigan qandli diabeti bor bemorlar ko'pincha tushkun kayfiyatda kelishadi. Chunki qandli diabet yaxshi kayfiyat bag'ishlamaydi. Lekin qandli diabetni to'g'ri nazorat qilsangiz, u sizni umringizni uzoq bo'lishini ta'minlaydi. Qandli diabetdagi bo'layotgan nazoratlar, qandli diabetni ovqatlanishi bu sog'lom odamning ovqatlanishi bilan bir xil hamda bu tekshiruvlar o'zi sog'lom odamga ham buyuriladi. Siz mana shu tekshiruvlardan o'tib qandli diabeti yo'q bemorlardan ham uzoq yashashingiz mumkin. Men bu narsani hamma patsientimga aytaman va shu gapdan keyin ularning kayfiyatlari ancha ko'tariladi. Agar sizda qandli diabet bilan muammolar bo'lsa, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting, biz sizga o'zimiz yordam beramiz.